Sizlar bilan yana men, Quyoshli olam, yana birgamiz. Bu safar siz bilan o'simliklar haqida o'rganib olamiz. O'simliklar hamma yerda bor va ular turlicha bo'ladi. Ular butun yer shari bo'ylab tarqalgan. O'simliklar ham insonlar va hayvonlar kabi jonli organizm. Siz yildan yilga bo'yingiz o'sib ulg'ayganingiz kabi, o'simliklar ham o'sish xususiyatiga ega. Bilasizmi, o'simliklar o'sishi uchun kerakli bo'lgan 4 ta narsa nima? Bular tuproq, quyosh nuri, havo va suv. Bularning barchasi o'simliklar uchun nima beradi? Keling birgalikda o'rganib chiqamiz. O'simliklar o'zlari uchun zarur bo'lgan ko'p ozuqa moddalarni tuproqdan oladi. Bu ozuqa moddalarga azot, fosfor va kaliy kiradi. Azot o'simliklarning barglari yashil bo'lishiga olib keladi. Fosfor o'simlik va uning ildizi sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Kaliy o'simlikka kasalliklardan qarshi kurashishga yordam beradi. Shunday qilib tuproq o'simlikning yiqilishiga yo'l qo'ymay ushlab turadi. Keyingi narsa bu quyosh nuridir. Siz mazali taomlar bilan ovqatlansangiz, o'simlik quyosh nuri bilan ovqatlanib energiya to'playdi. Bu jarayon fotosintez deb nomlanadi. Bunda o'simlik barglari quyoshdan energiya olib, uni barcha qismlarga tarqatadi. Natijada o'simlik o'sadi. O'simliklar quyosh nurisiz yashay olmaydi. O'simlik turiga qarab, quyosh nuri ko'p yoki kam bo'lishi unga foydali yoki zararli bo'lishi mumkin. Yana bir muhim narsa bu havo. O'simliklar havodan zararli gazlar hisoblangan karbonat angidridni yutadi. Havo ham quyosh nuri kabi fotosintez jarayoniga yordam beradi. Fotosintezda barcha tirik organizmlarning nafas olishi uchun zarur bo'lgan kislorod ajralib chiqadi. Karbonat angidrid esa o'simliklarning o'sishi uchun quyosh nuridan foydalanishga yordam beradi. Va nihoyat, o'simliklar suvga muhtoj. O'simlik sog'lom va kuchli o'sishi uchun unga suv kerak. O'simlik olgan suv ildizlarga, poyasiga va barglariga ozuqa moddalarini olib borishga yordam beradi. O'simliklar juda ko'p suv ichishlari mumkin. Biroq haddan tashqari quyosh nuri o'simliklarga zarar yetkazgani kabi, ularni ortiqcha sug'orish ham o'simlikka zarar keltirishi mumkin. O'simliklarga kerak bo'lgan yana bir nechta narsa bu harorat va bo'sh joy. Tegishli harorat o'simlikning haddan tashqari issiq yoki sovuq tufayli o'lib qolmasligini ta'minlaydi. Va o'simliklar to'liq o'sishi uchun unga yetarli joy kerak. Haddan tashqari tiqilib o'sish o'simlikni kasalliklarga yoki havo yetmasligiga olib kelishi mumkin. O'ylaymanki, sizga o'simliklar va ularning o'sishiga ta'sir qiluvchi omillar haqida ma'lumot olish yoqdi.